Mamlakatimiz prezidentining yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, shuningdek, yangi yer maydonlarini o'zlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, Namangan viloyatida mahallalardagi yoshlar yetakchilari tavsiyasi bilan 18.113 nafar yoshlarga 4.397 gektar yer maydonlari ajratilgan. Ayni paytda mazkur maydonlarda poliz, sabzavot, kartoshka va dukkakli ekinlar ekilib, parvarish qilinmoqda. 3 tumanda pishib yetilgan kartoshka bozorlarga chiqarilmoqda. 3 tumandagi mahallalarda yoshlarning muammolarini o'rganish, bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, o'tkazilgan xatlov natijasida dastlab ishsiz yoshlar, migratsiyadan qaytganlar, uyushmagan yoshlar ro'yxatlari shakllantirilib, ularning talabi va istaklari o'rganildi. Korxona va tashkilot rahbarlariga biriktirildi. Aksariyat yoshlarga sartaroshlik, chilangarlik uskunalari olib berilgan bo'lsa, qator xotin-qizlar tikuvchilik yo'nalishida o'zlarini band qildilar. Yer olib dehqonchilik qilish istagida bo'lgan 1776 nafar yoshlarga mamlakatimiz prezidentining yuqoridagi qarori bilan dehqon xo'jaliklari tashkil etish uchun yer maydonlari ajratildi. Kartoshkamizni yig'ishtirib, o'rtacha 5 tonnadan hosil olyapmiz. Ularni bozorga yetkazib berish maqsadida kavlayapmiz. Xudo xohlasa, bularni yig'ishtirib olgandan keyin o'rniga tarvuz ekib, hosil olish niyatimiz bor. Daromad endi kilosiga 5000, 5200 sotilyapti. O'shanga yarasha daromad yaxshi. Ikkinchi hosilimiz tarvuz ekamiz. Ikkinchi hosildan ham xudo xohlasa daromad olamiz. Qilgan mehnatimizga yarasha daromad olyapmiz. Guliston mahallasi hududidagi mana bu 10 gektarlik unumdor paxta maydoni migratsiyadan qaytgan uyushmagan yoshlarga o'tgan yil may oyida auksion savdosi orqali 20 sotixdan bo'lib berildi. Buning uchun ular eng kam ish haqining 1 barobar miqdorida to'lov qildilar. Birinchi yili yer yong'oq ekib 10-15 million so'm daromad oldilar. Bu yil esa erta bahordan ishga kirishgan yoshlar 2 marta hosil olib daromadni 100 million so'mdan oshirishni niyat qilganlar. Buning uchun bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida kartoshka ekdilar. Bir qism maydondagi torvuzlar solishni boshlagan bo'lsa, pishib yetilgan kartoshka bozorlarga chiqarilmoqda. Guliston muhimimizda 1327 ta aholimizga yer asosiy yer ajratilgan. Bundan hozirda bir kontur bir mahsulot tamoyilida kartoshka ekish jarayoni bo'lgan. Shuni hozir kavlab aholimiz bozorlarga chiqarishmoqda. Ikkinchi hosiliga bu yerga o'rniga tarvuz ekib, tarvuzdan ham keyin kuzgi hosil qilib ikkinchi hosil olishmoqda. Asosan yoshlarimiz, xotin-qizlarimiz, migratsiyadan qaytgan aholi o'zini band qilish uchun shuni yerlarda ajratilgan. Bu yerdan kartoshkamizni kavlab sotishyapti. Har bittalari 5 tonnadan kartoshka sotishganda 25 million 30 million daromad qilishmoqda. Endi kuzgi hosilimiz tarvuzlardan ham bir o'rtacha bir 40-50 million daromad qilib, yillik daromadlar 70-80 millionga bormoqda. Qaror ijrosi doirasida viloyatdagi mavjud mahallalarda mahalla yetiligi tavsiyasiga ko'ra 15419 nafar yoshlarning dehqon xo'jaligida rasmiy band bo'lishi ta'minlandi. Ular tomonidan o'tgan yil salkam 24 tonna hosil olinib, o'rtacha 55.1 million so'm daromad olishga erishildi. Joriy yilda o'tgan yilgi ko'rsatkichni 2 barobarga oshirish imkoniyati bor.